Ma'lumki, ichki ishlar organlari xodimlari el-yurt osoyishtaligini saqlash, jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida kecha-yu kunduz samarali xizmat olib borishmoqda. Soha xodimlarining bilim va salohiyatini doimiy oshirib borish, jismoniy va jangovar tayyorgarligini yuksaltirish esa tizim rahbariyatining eng ustuvor vazifasi sanaladi. Bu borada shaxsiy tarkib ishtirokida tashkil etilayotgan ma'naviyat va ma'rifat darsining ahamiyati beqiyosdir. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan navbatdagi mashg'ulot ham davlatimiz madhiyasi sadolari bilan boshlandi. Shundan so'ng O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining respublikamiz ijtimoiy-siyosiy hayotiga oid siyosiy ma'rifat soati ko'rsatuvi namoyish etildi. Bu ko'rsatuvdagi xabar va sharhlar xodimlarning siyosiy bilimlarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Farg'ona davlat universiteti falsafa va milliy g'oya kafedrasi dotsentining ayol qadri ulug'langan yurt mavzusidagi ma'ruzasi xodimlarda katta qiziqish uyg'otdi. Ma'ruzada yangi O'zbekistonda ayol zotiga ko'rsatilayotgan ehtirom, ularning jamiyatimiz hayotida va oilada tutgan roli, farzandlar tarbiyasidagi beqiyos hissasi tilga olindi. Ichki ishlar organlari tizimida xizmat qilayotgan ayollarning jasorati va mardligi e'tirof etildi. Farg'ona davlat universiteti korrupsiyaga qarshi kurashish kompleks nazorat tizimi boshqarish bo'limi boshlig'i korrupsiya va uni oldini olish mavzusidagi ma'ruzasi ham g'oyat qiziqarli kechdi. Shuningdek, tadbir davomida jahon, respublika va viloyatimiz hayotidagi ijtimoiy-siyosiy voqealar, shahar-tuman ichki ishlar bo'limlarida murojaatlar bilan ishlash holati ham tahlil qilindi. Mutolaa vaqti videorolik esa xodimlarning ma'naviy bilimlarini yanada mustahkamlab, ishchanlik kayfiyatini oshirishga xizmat qildi.